ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deyishardi akalar. Bu aka nima qilyaptilar? Bitta o'lchab chiqyaptimi? Aka siz to'pli polni yaxshi bilasiz-ku, to'g'rimi? Yoki to'pli polchi bratga xos turishni uydan tashib olib, chunki mamlaqa matimiz borligini akam nahotki bilmasligim kerak. Bu matlarimizga bemalol 5, 10, 15, 20 santimetrgacha shlankani to'g'ridan-to'g'ri yotqisiz bo'ladi. Ustidan harakatlansangiz bo'ladi. Tagiga salafan tashaganmilar aka. O'zi salafanning foydasi bormi, yo'qmi? Gidroizolyatsiya qilishi mumkin, lekin tepli izolyatsiya qilmaydi aka. Tepli izolyatsiya bu sohada juda ham muhim. Ustiga siz yozayotgan kommentariyalaringizni ko'pchiligi foydali bo'lyapti. Shuning uchun kommentariyada fikringizni yozib turing, maza qilishyapti. Bilasiz, bu matlarimizni issiqlikni to'g'ridan-to'g'ri tepaga harakatlanishiga sababchi bo'ladi. Pastdagi zaxir tepaga o'tkaza olmaydi aka. Narxini bor-ku aka. Siz videoga like bosganingizdan keyin kommentariyaga kirsangiz, turgan bo'ladi aka, narxini yozib qo'ygan bo'lamiz. Siz har doim like bosib bizani qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun juda ham ko'pchilikka bu ma'lumotlarimiz yetib boryapti aka. Qurilishda juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni aka siz bilan birlashib, mana shu profilni uzatib boramiz. Agar siz hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'yasiz. Bizani kuzatish davom etadi. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum.